dadamga havas qilib shu sohaga kirishga harakat qildim. Karima Barno talabchan qiz, topshiriqlarni o'z vaqtida bajaradi. O'zim juda xohlab, orzu qilib kirganman, shu kasb tanlaganman. Kelajakda Karima Barno sohamizning yetuk kadrlardan bo'lishini ishonaman. Hech qachon bu sohada xizmat qilayotganimni afsuslamaganman. Ichki ishlar sohasida o'z faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Ayni damda qahramonimiz kichik serjant Barno Kariyevadir. Ichki ishlar organlarida mehnat qilayotgan xotin-qizlar va ularga yaratilgan sharoitlar so'nggi yillarda ancha ijobiy tomonga o'sishga erishdi. Prezidentimizning gender tengligi va xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini oshirishga doir olib borayotgan siyosati natijasida ichki ishlar organlarida xotin-qizlarning ishtiroki sezilarli darajada oshdi. Ular nafaqat huquqni muhofaza qilish, balki huquqiy ta'lim, ijtimoiy soha va boshqaruv tizimida ham faol ishtirok etmoqda. Ana shunday yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib bugungi kunda o'z hayot yo'lini xalqimiz tinchligi va osoyishtalik yo'lida bog'lagan yosh kadrlardan biri kichik serjant Barno Kariyevadir. Ichki ishlar organlaridagi dastlabki faoliyatini 2014-yil Mirzaobod tumani Ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish guruhi inspektor lavozimida boshlagan qahramonimiz ayni damda Guliston tumani Ichki ishlar bo'limida xuddi shu lavozimda mehnat qilmoqda. Ichki ishlar sohasiga kirib kelishimga sabab dadam bo'ladi, chunki dadam prokuraturada ishlaydi. Hozirgacha dadamga havas qilib shu sohaga kirishga harakat qildim. O'z ustimda tinmay ishladim, mehnat qildim. Nafaqat dadam, akam ham davlat xavfsizlik xizmati xodimi bo'lib ishlaydi. Bu ham meni yanada ruhlantirdi ichki ishlar sohasiga ishga kirishga. Va hozir shu ichki ishlar sohasida o'z faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Samarqand davlat universitetini amaliy psixologiya yo'nalishini tugatganman. Hozirgi kunda esa yuridik fanlar institutida 2-kurs talabasiman, yurisprudensiya yo'nalishida tahsil olib kelyapman. Bugungi kunda Guliston tuman ichki ishlar bo'limida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish guruhida inspektor lavozimida o'z faoliyatimni yuritib kelyapman. Xizmat vazifam asosan fuqarolarga ID karta tarqatish, xorijga chiqish biometrik pasportlarini berish, bundan tashqari fuqarolarni doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, nogironligi bor va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga yordam ham ko'rsatamiz. O'zim juda xohlab, orzu qilib kirganman, shu kasb tanlaganman. Hech qachon bu sohada xizmat qilayotganimni afsuslamaganman. Sportda ham faolman. Asosan yugurish, voleybol, tennis kabi musobaqalarda faol ishtirok etganman. Yoshligidan har bir ishda talabchan, o'ziga yuklatilgan vazifalarni sidq dildan amalga oshirishga odatlangan Barno Kariyeva bugungi kunda safdoshlari orasida ham yaxshi hurmat va e'tiborga sazovor bo'lib ulgurgan. Doimo fuqarolarga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lish, imkon qadar ularga tez va sifatli xizmat ko'rsatish uning asosiy ish mezoniga aylangan. Barno Kariyeva bilan qariyb 6 oy, 7 oy bo'ldi. 2024-yil kelgan. O'sha Guliston tuman ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish guruh inspektori lavozimida ishlayapti hozirgi paytda. Karima Barno talabchan qiz, tarbiyasi ham yaxshi, bilimga charxoq, topshiriqlarni o'z vaqtida bajaradi. Tushunmagan narsaga desam so'raydi bizdan, ustozlardan so'raydi. Ish faoliyatida hozirgi paytda o'ziga yarasha hurmat orttirib, hamkasblar oldida ish faoliyatini yaxshi olib boryapti. Kelajakda Karima Barno sohamizning yetuk kadrlardan bo'lishini ishonaman. Barno Kariyeva bilimga chanqoq xodimalardan biri. Bo'sh vaqti bo'ldi deguncha tuman ichki ishlar bo'limida tashkil etilgan kutubxonada o'zbek va jahon adabiyoti durdona asarlarini mutolaa qilishni yaxshi ko'radi. Shuningdek, Barno Kariyeva sport musobaqalarida ham faol ishtirok etib, hozirga qadar bir necha bor sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishga erishgan. Ayollarning ichki ishlar organlarida faoliyat yuritishi nafaqat jamiyatning huquqiy ta'minotini mustahkamlashga, balki mamlakatdagi umumiy ijtimoiy barqarorlikni oshirishga ham katta hissa qo'shadi. Ular huquqni muhofaza qilish, jinoyatni oldini olish, qonunbuzarliklar bilan kurashish kabi faoliyatlarda faqat o'zlarining kasbiy mahoratini ko'rsatibgina qolmay, balki o'zlarining misollarida ko'plab yosh olovlariga ham namuna bo'lib kelishmoqda.